Assalomu alaykum hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrdon obunachilar, bizni ashaddiy muxlislarimiz, sizlarga bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Pilol mahallasi Buloqboshi qishlog'idan sotiladigan 4 bosh bukamiz bor. Shularni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib hamma tafsilotlarini to'liq qilib, narx-navolarni ham xudo xolasa joy arzon qilib chiqarishga harakat qilamiz. Ko'rib baho beraverasizlar qadrli obunachilar. Xudo xolasa 4 bosh bukamiz bor. Qiziqqanlar, olib boqaman deganlar simental buqachalardan bor. Simental buqachalar 1 yosh atrofida. Akalar ko'chat rasa paltarashga yemga tashlaydigan, bersin yeyman deb turgandan bu chista dehqon xonadonni. Xudo xolasa to'liq videosini chiroyli qilib narxini, bo'y bastini, hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Hozir mana shu 4-bukan yetishi. Bitta olapar iti bor ekan, mana ekan. Ma. Simba. Ma. Simba. Ma. Simba. Mana akalar. Olabay ekan iti. Olib chiqishiya molxonadan. Baquvvat o'rata bular. Rosa yemga tashlaydigan zakonni. Shuni mollar yonida ushaladi endi. Doroza yaxshi bekor ekan. Qadrli obunachilar, bitta molimiz bo'shab ketmay. Shu taraflar to'sib turaveringlar, oxirida o'sha olaverasizlar. Bo'sh. Shu taraf to'sib turavering aka bu. Hozir ushlaganingiz bilan qo'lda turmaydi buni o'z. Bitta joyda turganmi? Qo'l turmaydi. Mana shu taraf to'savering palon. Mana chista dehqon akamiz. Shunaqali bir olib sotarli bir nima bas rasa yemlashga tayyor novoslar bor ekan. Shularni qo'ldan kelgancha sizlarga tanishtiramiz akalar. Mana dehqon buvani o'zi. Aka endi bular chiroyli qilib syomkasini qilamiz-da. Chibola qilib berdi, vahima qilmang. Xo'sh. Juda sho'x ekan-a shunisi. Juda yomon ekan. Xo'sh. Ash bilan chiydish o'ynashib tursa ham. Xo'sh. Cha. Qadrli obunachilar, molimiz zo'r ushlab oldik mana. Hozir to'polon sho'x mol ekan. Sog'lomligini shetdan bilib olaverasizlar. Bitta aka YouTube'da chiqdi-ku. Yaqin 20 yildan beri mol boqaman, bozordan olib. Ancha-muncha doktorlardan so'rab, ancha shu 20 yillik tajribamdan kelib chiqib aytaveraman. Mol olishda birinchi o'rinda bozorga kirganda o'ynashib, ilishib turgan, o'ynaqlab turgan novvosni olish kerak. O'sha novvos sog'lom bo'ladi. Mana akalar. Zo'rg'a ushlatdi yaramas. Molda jaydari bo'lamiz, simental bo'lamiz. Qaysi zot turi bo'lsa ham muhimi sog'lom bo'lsa, bu oxiri go'sht bo'ladi. Lekin sog'lomligini mana shunday holatda bilib olasizlar. Egasiga bo'ysunmasdan qo'llab yurib ushlatyaptim, demak bu mol sog'lom. Turolsin endi dehqon aka videoda nima qilaylik, juda cho'zilib qo'yapti mana. Oson bozorda obunachilar bilan bitta salomlashib o'ynaysiz. Siz aldan beri kutib turishdi bular. Assalomu alaykum. Chista dehqon mana YouTube'ga chiqib turganda mana kulib turibdi, o'zlaring ham bilaverasizlar. Dehqon aka bu yerda 4 bosh simental buqingiz bor ekan. 4 bosh. Yoshlari qanaqa bulardi?
yoshiga 1 yosh bo'lib qoldi. 11 oylik bo'ldi. 9-10 bo'ldi. 2 oy vaqti zabag'i bilan. 11-12 oylik atrofida novoslar. Pashti 1 oy nari 1 oy plus minusi bilan 1 yosh akalar. 1 oy plus minusi bilan 1 yosh rasa yemga tashlaydigan paytga kelgan bemalol olib yemlasa bo'ladigan 1 yosh atrofida novoslar. Yemasa, ichmasa, gichingina o'ynab turmasa, Molsizniki. Sog'lomligini o'zi ko'rinib turibdi. Hammasini bir qator ko'rsataman. Qadrli obunachilar, hozir bo'yini ham o'lchatamiz akaga. Aka metr bormi uyda? Mana shu moldan boshlaymiz, bo'yini o'lchashdi. Ash oldi yelkasidan to'g'ri o'lchab bering, shu kelgan odam nimasini hisobini olsin. Uyda novosi bo'lsa, yo boy moli bo'lsa, shunga qarab metrga qarab turib hisobini chiqarib oladi. Onlayn sodalashadigan. Berib turing. Chiq. Hayda. Mollarimiz bitta joyda turganiga xursandligi bor akalar. Buni chiqaydimda. Polvon kiyimga. Buni qayring ashaqqa. Mana shu tarafda turib turing. Siz bormas. Mana turibdi. Metrlab beraman. Qash Bitta premeni mashdan so'ngki. Qani men ko'ray. Necha? 30 ga chiqqan 28 da. 1.25 plus ekan bu. 28 chiqdi. Bittasini o'chirog'an. 1.25 plus 1.28 da olaverasizlar. Narigisi mana unga kelgan. Oldi yelkasiga tashlaysiz. Keling, bu o'zi o'ralashib qolib ish balog'imiz bosim. O'yinga olaylik bular. Mana shuni o'lchanchi. Hayya. Necha? 28. Ana bunday qancha men bitta yaqindan ko'rsatay. 1.26 ekan. 1.20. Xullas, qadrli obunachilar, 1.20 dan 1.28 gacha bor. Mana ularning 1.20 kelar. Narigilar 1.22, 1.20. 1.20 tepasida qisqasi. Endi 2 sm ag'i-bag'i hech bo'lgan farq qilmaydi. 2 sm qo'lda hisoblagan akalar mana shuncha bo'ladi xolos. Bu bir olam jahon degan narsa emas. 1.20 tepasida 1.28 gacha mo'ljallangni qilaveringlar. Mana ular mana chiroyligi 1.28 kelsa, mana unisi 1.26 keladi. Nari 1.23 kelsa, mana 1.20 keladi. Hisoblarni shunga chiqaraverasizlar. Yoshi keladigan bo'lsa, yoshlari 1 yosh plus minusi 1 oy. Chunki akamiz ham olgan. Aka bular simentar. Bari. Olgansiz 2 oy bo'lyapti. Qani o'zgardi, yaxshimi? Yaxshi, o'zgardi. Yeb ichishlariga gap so'z yo'q ekan. Zakon ne yeyapti? Yeb turgan mol ular yemagani. Ming polvon bo'lib chiroyli bo'lsa ham kelajak sal xunuk bo'la. Bularda nimasi qanday sotamiz? Donalabga ham ketaveradi. Hammasiga ham gaplashilaveradi. Hammasini olganga kelishtirib beramiz. Ham xalq kutib turib 9 ming dollar, yaqin 10 ming dollar pulni aytganimiz yo'q-da. Puli bitta joyga bo'lsa 29 deyapmiz, kelishtirib beramiz. Bitta joyga 29 milliondan. Shunda necha pul oladi? Hammasi 116 million pul olar ekan akalar. 29 milliondan kami bor. Bemalol telefon qilib savdosini qilaverasizlar.
yemasa, ichmasa, mol mana shu aka meni bo'ynimga deyishyapti. Bexijolat yeb ichishi rasxotini shu oxirini to'ldirib olsa hisob a. Cho'ntak ichidagan olsin deydi-yu buni yeyishiga. Akalar zo'r edi ekan. Cho'ntak ichidasa yem bergani, keyin olsin deyapti. Molni yeb ichishdan aybi yo'q ekan. Bexijolat ya. 29 milliondan xayrini qilib berishadi. Bo'ylari 120 dan 128 gacha. Manzilimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Bilol qishlog'i, Buloqboshi mahallasi. Nomeringizni ayting aka. 91lik 668 47 Telegram, WhatsApp bor. Musofirda yurgan aka-ukalarimizga asosan Telegram, WhatsAppdan aloqa qilishadi-da. Mashinasi juda chiroyli ekan, menga yoqdi akalar. Asosan qadrli obunachilar yemga tashagani yaxshi narsalar. Chunki yeb ichib turgan yaxshi. Bemalol olib 6 oy 1 yil yemlasa 800-900 kiloga chiqadi. Nima ham derdi? Bemalol telefon qilib, sodalashib, xayrini boshqasini akani o'zidan olib, nima qilaverasizlar? Bu yerda aka eng past necha pullik mol bor? Dangali. Dangal necha pullik mol bor eng oxiri? Bir dona olaman deganga. Endi ichcha har xilligi bor-da mol. Ustida gaplashaveramiz Kelsa donalabga ham berasiz-a? Dastlabkasi-chi? Dastlabkasiga mashinamiz yo'q-ku, orzaroq mashinalar bor, gaplashib beramiz. Gaplashib berasiz yerda. Bo'ldi, gap yo'q ekan. Telefon qilishaversin-a, qo'rqmasdan-a? Ha, qilishaversin. Sodasi bor. Mol sotamiz. Gap yo'q. Qadrli obunachilar, mana qo'ldan kelgan chiroyli obzor qilishga harakat qildik. Iloji boricha like bosib, novvos sevlayman. Semental novvoslar kerak. Mesela 1 yosh atrofi yemga tashlaydigani kerak degan aka-ukalaringga, tanishlaringga, hammalariga tarqatib ko'rasizlar Telegram grupalariga. Bizni почти 12,5 minut, 13 minut ko'rib, o'tkazgan vaqtiga orinmasdan like bosib turgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Shular uchun qo'ldan kelgancha xalq xizmatlarimiz bizni podeshka qilib, iloji boricha yangi mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da chiroyli, bundan da yaxshi mollarni qo'ldan kelgancha sizlar uchun taqdim qilishga harakat qilamiz. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz.